O'zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi futbolchilaridan biri Abbosbek Fayzullayev bir qator Yevropa klublarining nishonida bo'lib turibdi. Hali qarama Turkiya, hali qarama Portugaliya klublari futbolchi xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Futbolchining o'zi esa Ispaniyada to'p tepishni orzu qiladi. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Fayzullayev atrofidagi voqealar va uning faoliyati qayerda davom etishi mumkinligi haqida bo'ladi. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang, millionerga aylaning. Kommentariyadagi silkaga o'tib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. To'g'ri tanlovdan adashmang. CSKA futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning agenti German Tkachenko Futbol 24 nashri bilan suhbatda o'zbekistonlik futbolchi faoliyatini Portugaliyada davom ettirishi mumkinligi, ammo so'nggi soniyalarda transfer amalga oshmagani haqida gapirdi. Manbaga ko'ra, dastlab Fayzullayevning agenti Benfica bilan muzokara olib borgan, ammo keyinchalik Lissabonliklar rahbariyati bu transferdan siyosiy sabablarga ko'ra voz kechgan. Tkachenko so'zlariga ko'ra, Benfica rus yoki Rossiya klublarida o'ynayotgan futbolchilar bilan ishlashni rad etgan. Biz Fayzullayevni Benficaga transfer qilishimiz mumkin edi. Dastlabki muzokaradan keyin Portugal klubi rus futbolchilari bilan aloqa o'rnatishdan bosh tortgan. Ular Rossiya bilan aloqa o'rnatishni istamaymiz degan ma'noda fikr bildirishdi, dedi Tkachenko Futbol 24 nashriga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun avvalroq Fayzullayevga Germaniyaning Bavariya va Turkiyaning Galatasaray klublaridan takliflar borligi haqida xabarlar tarqalgandi. Moskvaning CSKA klubi yarim himoyachisi Miralem Pjanic jamoadoshi Abbosbek Fayzullayevning Barselonada o'ynash orzusi haqida fikr bildirdi. Abbos juda sifatli futbolchi, agar u Barselonaga o'tishni istasa, unga qarab harakat qilish kerak. Bu yo'l oson emas, uzoq va mashaqqatli bo'ladi, biroq hech qachon orqaga qaytmaslik, sustkashlikka yo'l qo'ymaslik lozim. Har doim kechagidan yaxshiroq harakat qilishga intilish kerak, deya Pjanicning so'zlarini keltirdi Chempionat nashri. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik futbolchi 2023-yilning yozida Moskva klubiga kelib qo'shilgan. Shu vaqt ichida u barcha turnirlarda 60 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol va 21 ta golli uzatma muallifiga aylangan. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2026-yil yoziga qadar mo'ljallangan. Transfermarkt portalida Abbosbek Fayzullayevning transfer narxi 8 million yevroga baholangan. Sizningcha Fayzullayev faoliyatini qayerda davom ettirgan ma'qul? Bu borada izohlarda fikringizni kutib qolamiz. Qaynoq futbol videolari uchun esa Bugun futbol kanaliga obuna bo'lishni unutmang.